Bu yıl nurg'un kishining kallasida 2020 yili nima uchun qarashgandek eng ko'p ofat yuz beradigan bir yil bo'ladi degan savol tug'ilgan bo'lishi mumkin. Yonartaq o't ofati, muzliqlarning erib ketishi, Sharq Afrikada yuz bergan chekatki ofati qatorliq ofatlarning hammasi amaliyotda tabiatning insonlarga bergan signali. Aslida insonlar yer sharini qutqizamiz deb o'ylagan. Ammo bu ko'k rangli planet rostila insonlarning yer sharini qutqizishiga muhtoj emas. İlgari temperatura hozirgidan 10 necha gradus yuqori. Yer sharida karbon dioksidining quyuqligi hozirgidan necha 10 gradus yuqori bo'lgan vaqtlardami yer shari o'xshashla mushundaq taraqqiy qilib kelgan. Yer sharini ziyon uchratguchi dal insonlarning o'zi. O'zini chaqlamaydigan insonlar azaldan o'ziga qaytarma talab qo'yishni o'rganolmadi. Doim odat xarakterda quliqini itib olib qo'ng'iroq o'g'irladi. Eng oxirgi bir bo'kan o'g'linib o'ldirilganda biz so'z qilmay sukut qildik. Eng oxirgi bir oq karkadan yo'qolganda biz yana sukut qildik. Undaqda eng oxirgi bir inson yer sharida ko'z yoshi qilganda yana kimmi insonlar uchun gap qila oladi? Hamma odam 2020 yilning balduroq o'tib ketishini umid qilyotdi. Ammo insonlar davomli mushundaq ketaversa 2020 yili kelgusi 10 yildagi eng yaxshi bir yil bo'lib qolishi mumkin. 2021 yili texmi tas bo'lishi mumkin. İnsanlar tabiatdan aymanishga, o'zini qutqizishga texmi muhtoj.